Azlarim ketdi, lakka bosinglar 11-lakka o'zim bosdi. Siz emisiniz? Allohim buni o'shalar uchun Laklarni bosib turaversan. Qadrdonlar, bugun final, bugun to'y, bugun bayram. Xalqimizda bugun juma ayyomi. Butun jamiki mo'min va musulmonlarda hammalarida hajil masokin bo'lgan jumali ayyomiylar bilan chin qalbimizdan Dadajonov TV xalqparvar kanali va Jigar xalqparvar kanallari nomidan hammalarni tabriklaymiz. Layklar esdan chiqmasin. Farqlar zarur har bir kishiga, savob ila zarar gunohmi, puxta yurur biling ishiga. Kim tanisa Rasulullohni, ibodati bir istirohat, ko'rmas aslo ruhiy talofat. Ko'ksin silar haqiqiy rohat, kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni. Xulqi go'zal, ilmi bo'lar mo'l, chalg'itolmas biror yomon yo'l. Ayoliga ko'tarmaydi qo'l, kim tanisa Rasulullohni. Birovlarning baxtini buzmas, omonatlik ahdini buzmas, qarindoshlik rishtasini buzmas. Kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni. Kimki desa, kim tanisa, kimki sevsa Rasulullohni. Kulib turar g'amgin bo'lsa ham, irodasi metin so'lsa ham, donishmandur farrosh bo'lsa ham, kim tanisa Rasulullohni. Obro' ila mansab talashmas, do'sti bilan markab talashmas, mo'min bilan mazhab talashmas. Kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni. Aslogina saqlab yurmaydi, hasad tomon yuzun burmaydi. Qo'shnisiga
qanotlanar, miskinlarning ko'nglin shodlatar, bolasiga yosin yo'qlatar. Kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni, kimki desa, kim tanisa, kimki sevsa Rasulullohni, kimki desa, kim tanisa, kimki sevsa Rasulullohni.
canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga e'tiborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga e'tiborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Ota onang, opa singling doim silab turar boshing, ayamagin shirin so'zing. Otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. Jigarlaring parvonadur. Ota onang ketsa agar, ular senga begonadur. Ular senga G'aming bo'lmas otang bo'lsa, kaming bo'lmas onang bo'lsa, ketsa topolmaysan izlab. Otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga e'tiborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat.
kam zilin bor edi, kiysa odam uyalar, chunki olmadik joyin yeb qo'yishgan kuyalar. Qishda uni ehson deb berdim muhtoj qo'shnimga, o'shal kuni shu kamzil kirib qoldi tushimga. Bir kamzilim bor edi, kiysa odam uyalar, chunki olmadik joyin yeb qo'yishgan kuyalar. Qishda uni ehson deb berdim muhtoj qo'shnimga, o'shal kuni shu kamzil kirib qoldi tushimga. O'tganmishman olamdan chorshanbaning tongida, turganmishman do'zaxning shundoqqina yonida. Emishman shir yalang'och, na molim bor va na pul, ko'zlarimda dahshatu, qo'limda yirtiq kamzil. Oh u olov, u azob, qovrilarmish odamlar, qayta yonishib sovrilarmish odamlar. O't menga ham urarmish, yoqay deb yuz ko'zimni, shu teshik kamzil bilan to'sarmishman o'zimni. Faqat yirtiq joyidan har gal jonim kuyganda, der emishman qaniydi kamzil butun bo'lganda. Sizgina tiriklik qursin kiyib yeganim, shuni yorug' dunyodan o'zimga ol kelganim. Ah qo'shnima shungayam suyunib rahmat degan, olgani uchun rahmatni men aytsam bo'lar ekan. Kiyimlarim javonga sig'may turardi arang, sandiqda qancha kiyim qolib ketdi attang. Qarindoshlar ichra ham qiynalganlar bor edi, chehrasidan bilardim kim nimaga zor edi. Gadoy so'rasa 100 so'm javradim inson qotib, tabassum bilan emas berdim yuziga otib. Bilsam muhtoj qo'liga tutqazganim bir tillo, oxirat sandig'imga tushar ekan bu ming tillo. Yig'ib merosxo'rlarga olib ketar molimni, o'ylamabman o'zimla olib ketar molimni. Yoshligimda qarnini deyaversam meniki, bobom derdi ey bolam bergan narsang seniki. Kiyintirgan kiyinar, yedirganlar yeydilar, birini kiysang birin ehson qilgin deydilar. Shosh dedilar yaqinda muhtoj odam qolmaydi, sadaqa qilay desang hech bir odam olmaydi. Xoh yashirin xoh oshkor ehson qilgin ko'pmi oz, hatto tabassuming ham jannatga bir imtiyoz. Qarashib qol ey inson miskinning oshnoniga, o'lmay turib kirib ol jannatning ayvoniga. Yirtiq kamzilni ushlab bir narsani o'ylardim, bilganimda to'nimni ehson qilgan bo'lardim. Yirtiq kamzilni ushlab bir narsani o'ylardim, bilganimda to'nimni ehson qilgan bo'lardim. Chehrasi oftob bo'lib porlar bu kun, qay tarafga yuzlanmasin O'zbekiston. Uni buyuk kelajagi chorlar bu kun, duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Necha yillar qora ko'zi to'ldi munga, arzitmadi ko'plar hatto yamoqtonga. Necha yillar qora ko'zi to'ldi munga, arzitmadi ko'plar hatto yamoqtonga. Bugun hamma ko'zi kulib boqar unga, duo qiling ko'zlanmasin
O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Podshohi odil ersa el ko'ngli to'q. Sarhadidan o'tolmaydi bir daydi o'q. Podshohi odil ersa el ko'ngli to'q. Sarhadidan o'tolmaydi bir daydi o'q. Dasturxoni bugun sochin armoni yo'q. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Istiqlol hammana o'ktam yigit bo'ldi. Alpomishdek kuch-quvvatga to'la bo'ldi. Do'stu dushman kimligini bilib bo'ldi. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Biz tanlagan yo'l o'zini oqlamoqda. To'g'ri yo'l deb dunyo uni yo'qlamoqda. Biz tanlagan yo'l o'zini oqlamoqda. To'g'ri yo'l deb dunyo uni yo'qlamoqda. Yurt tinchligin yurtboshimiz saqlamoqda. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Gullayversin ajdodlari hazrat yurtim. Mehnat sevar, mehmon do'st el, himmat yurtim. Zamin ichra andozai jannat yurtim. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Egilib tursa qovoq so'g'og'idan o'shanda deb qoladi. Sen qovog'i ochilib, sen tepaga olish kerak. Buni men aytamda kesib tashlaganimiz mana. Mana tushish kerak. Shuni aytaman. Endi ko'ramiz. Endi to'g'ri kelish kerak. Xudo xolasa. Ana ozgina bor ekan. Ozgina bo'lsa bo'ldi ekan. Bo'ldi. Bo'ladi. Bo'ldimi? O'zi nimasi borda buni? Sanda qurishda ham unaqasi ko'p. Sen deb pasib qolsaq, hali qovoq sog'lig'ini deb qo'yadi. Ne tepeda ochiq chehra bo'ladi. Yaxshi nimadan olib ham keyin tepaga yaxshi chiqadi. Bu to'paq. Qadrdonlar mana chiroqlarimiz ham mana o'rnadi xudo xolasa. Hop, 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 shapkanik. Ana, narginsi ham yonlari. Bunisi mana. O'shda. Ichkarilar ham yondi. O'shirib yoqib qo'ying. Nima? Ana, motomonimizga ham salqin tushdi. Lakni boshlaymiz hozir xudo xolasa. Navasi ko'rdi. Juda chiroyli fasad bo'ldi-da, ko'z tegmasin. Villa, Jumagulxonning villasi go'zal. Like bosib o'rasizlar, qadrdonlar. Qadrdonlar, iltimos endi ozginadan kartalarga qo'llab qo'ymasanglar bo'lmaydi.
Finalimizga ham mana imkoniyatimiz darajasida bugun oddiy ehson qilamiz deb bozorchalik berdik. Lekin o'zingizlar bilasizlar, usta haqlarimiz bor. Ular mayli kelgin deyishyapti, lekin bermasak bo'lmaydi baribir. Xudo xolasa oz qoldi. Bahramjon akam nimasi bilan kalonkali bo'ldi, hamma xonlarimiz. Lekin bu ustular turib, Meni mosaga. ha, mana shu nimaga, mana shu atmosferaga shu svet mos ekan. Boshqasini yaqinda hozir tushmasligini biladi. Mono ham boshqacha tushyapti lekin kechqurunga zo'r ekan. Ketaga cho'ra, kechqurunga-da bu. Ha. Mana ham bunga zo'r tushdi. Mana ham hozir mana ham buni patsiya. Ha. Yoritib anaqa xonani yana ham yorqin qilib beryapti o'zi. O'ta go'zal. Hozir endi pochcha endi buni shunday falgan solib gilamni solaveramiz endi buni. Bo'ldi, tozalab qo'yibdi. Ha, tozalab tayyor. Eshiklar tashqariga yaxshi qiladi eshiklar. Eshiklar o'rnatib qo'ydim, hozir zamoylarni qo'ymoqchi bo'lib turdim o'zi. Eshiklar yaxshi qiladi. Jigar qo'yapti nariga. Zamon qo'yaptimi? Ha, tualet nima omon qo'yapti. Jigar aka? Ha, shavdaka meni suyukni o'chasam. Jigar aka? Ha, nima bo'ldi o'zlaringizga? Hammom nimani qo'yib Qo'yasizmi? Oldin qo'yganmisizmi? Ha, bo'pti, unda qo'ygan bo'lsangiz qo'yasiz. Eshiklarimiz o'ta go'zal, Jigar aka. Umuman chiroyli eshiklar. Go'zaldir bu eshiklar, go'zal. Hoppa. Qadrdonlar, finalga tayyorgarlik. Bugunning o'zida inshaalloh finalga niyat qilib turibmiz. Xudo xolasa shunday jumadan kelamiz u faqat oziq-ovqat dasturxonga harakatni boshlaymiz. Hozir shunday eshikni zamoylarni o'rnatib olganimizdan keyin, eshiklarni o'rnatib olganimizdan keyin mana Nasriddin aka akfani qo'yapti. Ha. Bu tamam, qanot nima? Bunaqa tushib qolibdi shekilli bunga, Nasriddin aka. Tushyapti. Kraskami bu narsa? Buni tozalab olish kerak edi shekilli. Kraska tushib qolibdi-da. Endi bu surkab qo'yishibdi. Ha, tushdi o'zi. Ha, bo'ldi. Mana. Lakni mana surkab ko'rishdi menga. Lakdan surkab ko'rishdi. Lakni? Ha. Ha, lak. Ha. Hajimizga ko'rishdi. Qo'yib bermaydi. O'zim boshqa ko'tarar ekan. Ha? O'zim boshqa ko'tarar ekan. Lak. Bunda boshqa ko'tarar. Ha, lak umuman boshqacha bo'lib ketadi. Yoltillab ketadi-da. Ne ajrab. Kechqurunda ko'rasiz buni. Hasanboy aka so'kib tayyorlab, kraska olib berishimiz kerak, qadrdonlar mana. Hasanboy akaga. Avtomatlarni ulardi mana. Tayyor, so'klarimiz ham tayyor. Tushmaydi-yu. Kim aka? Daljon TV'mi?
Dadajon TV ukami obunachilari hammanglar salomana finalga yetib keldik. Hamma yo'q yaxshi, Allohga shukr. Mana tugatyapmiz. Hozir gilomlarni, pardalarni ilsak, Xudo xolasa, yana ham jigarni ham kanal ochdik. Portlataylik jigarnikini ham. Nasa bo'lsin bu ham bu. Ha, jigar. Ha, ukamga ham o'ta obuna bo'lib qo'yinglar. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana ulug' kunlarda bugun duolarimiz ijobat bo'lsin deb Xudo xolasa jumaga ketyapmiz. Hammanglarni haqinglarga duo qilamiz. Inshaalloh bugun ozgina qo'llab turinglar. Xudo xolasa yana jumadan keyin ozmoz mayda-chuda qilib kelamiz Xudo xolasa. 5-10 odamga. Shuning uchun ozdan qo'llab turinglar. Oxirgisi yana qarta ertadan qo'yilmaydi, xudosa. Ozgina qo'llab turinglar. Mana tepalarda o'zinglar bilgan o'sha eski raqamlarimiz. Men o'zim gapirsam bo'lmaydi. Siz olavering. Assalomu alaykum, Dadajon TV Xalqparvar kanalining obunachilari, qadrdonlar. Mana letni oshxonamizga ruscha yami o'zbekcha bo'lib, mana tandurlar qurildi. Tandurlar endi bu hojakamni ishtirokida ismi nima edi hojakami? Abdurashid hojakam mana o'z qo'llari bilan nihoyatda chiroyli qilib mana tagiga bir 12 ta tovuq sig'adi hojaka. Ha, tovuq katak bo'ldi. Tovuq katak qilib, ama haligi hamma yo'g'i rovniki o'pdi ama. Hojaka rahmat ama Alloh rozi bo'lsin nihoyatda. Mana bunday bir syomka qilib ko'rsatingda. Nihoyatda tasanno. Endi bundan keyingi preyslarga ham hojaka o'zingiz aytib turib qo'yaveramiz endi qanaqa tandurlar bo'lib qolsa. Alloh rozi bo'lsin, rahmat hojaka. Nihoyatda chiroyli qurilibdi. Mana bu o'tlar ham endi avjobda hojaka. Endi avjiga keldi. Xudo xolasa orqasida bir nima qilib patirmi, somsami yopib oladi. Va, soqov bo'lib qolmaydi. Soqov bo'lib qolmaydi. Alloh rozi bo'lsin. O'zbekchilikda hali irimi bor shunaqa. Bu agar qo'yish kerak. Bo'lmasa jinday go'sht bo'lsa ham yo'q bo'laveradi. Alloh rozi bo'lsin, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Endi bu yoqlarga kelsak, mana ukam Dadajon TVni boshlig'i Abdurahmonjon ukam mana nimalarni, tanlovlarni yakuniga yetkazmoqda. To'g'rimi uka? Ozgina qoldi. Mana kapalagimiz qoldi. Kapalak. Shuni qatirib qo'ysak, turbamizni tushiribmiz bo'ldi. Endi o'zimiz ishimga ham o'tib qo'yaylik. Qocha o'zim ham ishimni yakunladim mana. Voy, tandur bor, tandur. voy. Biz bilmaydigan orasida ko'p sirlari bor ekan. Ha, hozir hojaka ashiga ozmoz sirini desam, Aytmadi, hozir bir aytib o'tkazsin shuni, ko'pchilik. ashida shunga hojaka bir oxiriga yetkazib qo'ygan bo'lsa, yana keldik endi oldingizga. Hojiboy bildingizmi? Oq uylarda qurgan tandurimiz bor bir xil. Ha, bir xil to'g'ri. Lekin tagi katta chiqdi buni qanday deb. Ha, ana ashunga aytib 12 ta tovuq sig'adi. Tagi katta chiqdi buni. O chiroyli, ammo hojiga qo'lingiz dard ko'rmasin, rahmat olun, Alloh rozi bo'lsin. Endi bu ham o'lcha bo'lmaydi, o'lcha sirlari bor, atrofida aytgandek. Bu tandirimizda oldin yonlarini urib olib, ichini to'ldirib qisib qo'yadigan qilib turpaqni sirashni trambovka qilib bosib, keyin loy bosdik. Loy ustidan kessak bosib, undan keyin yana shuvardik. Ha, Alloh. Tandir shunda yaxshi isib turadi. Isib turadi. Ham uzoqroq xizmat qiladi. Ha, Alloh rozi bo'lsin. Mana ozmoz bo'lsa ham siriman bahamni nima qildik, bahamlashdik. Ozmoz bo'lsa ham aytdi hojaka. Alloh. Endi o'zimning ishim mana oshlarni final to'y oshlarini ham men ham yakunlayapman endi. Yuring endi. Operator bola. Men ham endi o'zimning ishimni ham ko'rsatib qo'yay. Mana 3 kilo guruchni mana oshlarga damladim. Final mana. Hozir mana damlab men ham bo'ldi endi ishlarni yakunlab, Xudo xolasa hozir asrdan keyin oqsoqollar chiqadi, Xudo xolasa xatmi Qur'onlarni o'qisak, Xudo xolasa inshaalloh mana shu Dadajon TV Xalqparvar kanalining obunachilariga haqiqiy hammasi mana shu ehson qilganlarni, obunachilarni, komment yozganlarni,
bularga Abdurahmonga yordam bergan admin qizlarimizni, opalar, singillarimizni barchalarini haqqiga duo qilamiz. Endi dasturxonlarni ham o'zim ustachilik qilib tuzab qo'ydim endi. Endi iyoqlarni ham ko'rsatib chiqaylik endi. Bu yoqda mana jigarlar. Jigar mana ishda So'chilib bitta qo'yib qo'ying. ha, so'qilga qo'ying ana endi. So'childi. Mana jigar ham so'qildi, mana hozir yakunladingiz-a? Men ham bitta o'zimda Yo'q, men o'zi- qo'y. Yo'q, men maqtayman. Azizlarim, o'zimda bir maqtab qo'y, azizlarim. So'chillar. Ale, chapilamiz. Kapillar nohayt uzun. Mixti. nima? Maktab bosinglar qo'llaylar, bo'ldi Jigar, azizlarim. bu yomg'irda ham yeshil nam tegsa tortmay ushamaydi. Yo'q. Alloh rozi olsun. Suv bitta chachi. Ha? Oq ketadi suv. Rahmat, Alloh rozi olsun. Kam bo'lmay, qo'lingiz dard ko'rmasin, Alloh rozi. Ama yaxshi xizmat qildi Abdurahmon. Buni haqiqiy Xudo olsa hozir mana qorlarimiz kelsa addini duo beramiz inshaalloh. Alloh rozi olsun, rahmat. Endi mana xonalarimizni mana bir ko'rsatib chiqayin endi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana dasturxonlarimiz mana finalga Xudo xolasa mana tayyor. Dasturxonlarni bir svetga yoqib ko'rsatib berdik. Mana Alloh rozi olsun, hamma yo'q. Bor endi bir 6 tami, 8 tami, mana 5-10 ta odam o'zimizni ustalar shu bitta imomda aytganmiz. Alloh mana pardalarimizni ham operator ko'rsatib qo'yingda mana. Mana hozir yig'ishtirib qo'ydik prosta. Mana bu eshikni pardalari. Bu derizani pardalari mana. Uylar Xudo xolasa mana poloslarimiz. Va biyoqlarda ham xuddi shunaqa. Alloh rozi olsun, hamma yo'g'imiz nihoyatda chiroyli bo'ldi. Omonlarimiz ham mana tayyor bo'ldi. Mana Abdurahmonjon ukalar mana yakunlayapti Xudo xolasa. Mana ishlarni jigar keldi. Ale. Shu bo'ldi. Ale. Olyapman. Yana nima? Issiqda saqlasin uchun nima? Sharab. Sharaf, ha. Latta bosinglar. Eneki. Sharab. Mana navislarimiz ham Xudo xolasa mana shunaqa qilib nihoyatda mana chiroyli qilib qo'ydik. Mana hoji buvami bergan gullari, mevalari mana. İnşallah Xudo xolasa qurib qolmadi. Salkam bir hafta bo'ldi, berganiga Abdurahmonjon. Mana Allohga behilar shukr, mana saratonni rasa jaziramasida ham shunday ko'karib turibdi. Shu nok zo'r bo'ldi. Mana shu noka Bati ham ochilib ketdi. Keyin nima? Nima ya? Odam suv ochib qo'yishdi. Hamma yo'q ko'kardi. Inshaalloh endi hali yana jinday salqin tushsa, yana bir suv berib olamiz, Xudo xolasa. Ne ochib qo'yishdi. Ha. Mana. Mana bu navislarimiz mana. Mana nihoyatda mana chiroyli. Endi Ana zo'r bo'ldi. Avvalik nimamizda mana tandurlarimiz quridi. Nihoyatda Xudo xolasa. Mana Hasanboy ukamiz ham mana so'qildi pardozini beryapti shomon. So'rashib qo'y, Hasanboy obunachilarman. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Hormanglar, sizlar bilan charchamay, tinchmonadonlar. Xudo xolasa mana finalga yetib keldik, kelaverasizlar. qadram. Qani, hojatlik. Bismillah. Köşek koy. Otur. Aç. Tamam, bak hani hakikaten orta şöyle emas. Keyin hojaga mana keyin
O'tirdim. Yo'q, mana qarab o'tir. O'tirdim. Umrlarni oldim. Nega keladi qora? Hadi oldinglar. Kel, mana fotodan. Ha, kech. Hadi kel. اللهم ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين وتقبل منا تبارك bu yangi xonadonlarda fayzli, barakotli, foydali xonadonlardan bu joyda Alloh qilganlarning dunyosini oxiratini o'zini Alloh qilgan. Solli ala sayyidina Muhammad va sallim bi rahmatillah. Ko'p bo'yli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum aziz Dadajonov xalqparvar kanalining qalblarimizga yaqin insonlar, hammalaring sog' salomatmisizlar. Sizlar bilan mana shunday xursandchiliklarda diydorlashtirgan Allohimga beadad shukrlarimiz bo'lsin. Bugungi sizlarni birinchi proyektingizda g'alabasi Abdurahmon, mana 1448-yil Safar oyining birinchi kuni Safarul Hayr deyiladi. Bu oyda otini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ham yuqori baholab yaxshiliklar oyi deyiladi. Mana shu yaxshiliklar oyini birinchi kuni topshirish marosimiz bo'lyapti. Sizni xayrli bo'lsin ilohim. Xayr deyiladi, xayrlik oy deyiladi. Hojibuva, hammalaringga muborak bo'lsin. Hojiga rahmat. Juda ancha ukam nimalarni ko'tarib, mana biz Xudo xolasa yonida turib, alamjoy yordamlar qildingiz. Alloh rozi bo'lsin. Barcha insof qilgan azizlardan Alloh rozi bo'lsin. Juda ham chiroyli bo'libdi, juda ham chiroyli. Bor ekan, shu. Tayyor. Suvdek aziz qilsin sizlar. Solih soliha farzandlarni baxt tomonlarini ko'rib, duogo'ylari bo'lib qo'sha qarab yuring ilohim. Juda ham chiroyli bo'libdi-da. Uncha ham bas, juda chiroyli. Ha, juda ham zo'r. 15 kun burun debdi buni deb o'ylamasdi birov, ha? Endi hani odamni qo'li go'zal, qalb chiroyli bo'lsa-da, mana qara chiroyli bo'lib qolibdi. Alloh rozi bo'lsin. Qilayotgan ishlaringdan boshqa. Ko'rishlikmi endi? Hammalaringga bezovta qilamiz. Hammalaringga muborak bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Muborak bo'lsin endi. Hay yashang. Assalomu alaykum. Hojibuva, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Tamommasiz farzand ovqatgina. Sizga nihoyatda katta xizmatlaringiz bor. Assalomu alaykum. Hojibuva, bozorlarga yaxshi salomat bo'lsiz. Rahmat, boringizga shukur. Assalomu alaykum. Siz kelyapsiz, shartmi? Muborak bo'lsin endi. Hammalaringga
Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin sizlarga, hammallaringga. Salomat bo'ling. Qani Qani kelinglar. Qani o'tiringlar. o'tmang tuyan okey. Hozir Qani tuyan bo'lib sheningiz. hozir o'tdi. Yo'q, o'tiring. Ana men istem طبعا زلنا معظم مباركا وانت خير المنزلين تبارك يا رب bu xonadonlarda fayzli barakatli ilohim bu xonadonga xizmat qilganlardan o'zing rozi bo'lma. Ilohim ularni qiyomat kunida o'zing yo'lingda yurganlar qatorida qiynalganlar. Ilohim Parvardigor bu xonadonlardan to qiyomatgacha solihlar, solihalar, olimlar, dinga millatimga xizmat qiladiganlar chiqargin. Ilohim Parvardigor bu yetimlarga bu xonadon hojatmandlari hojatini chiqargan ukalarimizdan hamma shu yerda xizmat qilgan inson qilganlardan o'zing rozi bo'ling. Ko'ngillaridagi shar'iy maqsadlarini haqqa chiqarib, dunyo oxiratda ko'zlarini quvontirgin. Va solli va sallim va barik alayhi rahmatulloh. Bizda hozir eshik titrimi bo'lganda. Ilk chaqirib hojagam bu joyga borib kelaylik. Kelib bo'lgan ishlarni endi eshitib, tafsilotini endi eshitib turibmiz. Alloh rozi bo'lsin. Xizmat qilgan ukalarni hammalarini Alloh rozi bo'lsin. Ko'p insonlar tushuntirishga vaqt bo'lgan. Qo'llab-quvvatladi, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Ukalar Andijondan ekan-a? Andijondan. Xonadonlar keltirdilar hammasi. Bu Hojibon Bozordan kelishdilar. Bak buyduruyorum to'dasidan, aqlam buyduruyorumdan, shunaqa. Hamma uzoq-uzoqdan qadam bosib ketdi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bitta narsa deganlar-da. Mana shunaqa bevani xizmatida yurgan odam Xudoning yo'lida yurgan bo'ladi. Bundan bag'iga jihod qilish yo'q. Xudoning yo'lida yurishlik uchun bitta shu ochiq eshiklardan bittasi ularning hojatida yurish. Qadam bosib Andijondan kelishibdi. Ular mujohid. Hozirgi davrda mujohidlar shunaqa bo'ladi. Chunki jihod bo'lib to'xtadi endi. Birovni borib qilish bilan borib uni din o'rgatadigan nima o'tdi, etap o'tib ketdi endi. Endigi davrlarda qiyomatgacha mahal mujohidlari endi mana shu miskinlar, bevalar, yetimlarni hojati uchun ko'chaga chiqib yurganlar, mana shu Xudoning yo'lida yurganlar bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Nima ajrini endi Alloh taolo qiyomatda ko'rsatadi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر
فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا إماما وهدى ورحمة وشفاء من كل داء. Parvardigoro, o'qilgan oyat Qur'onlar, qilingan ihson xayratlar dargohingda qabul qil. Hosil savob va samaralaridan Janob Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ruhi poklariga, sahoba ikromlar, jami o'tgan mo'min mo'minotlar, xususan shu diyorlardan o'tib ketgan g'arib g'urabo umidvorlar ruhlariga, xosatan bu xonadon ahllaridan umidvor bo'lgan jumla umidvorlar ruhlariga, xosatan Parvardigoro, mana bu xonadonga kelib xizmat qilib, Parvardigoro, o'zingga buyruqlaringni bajarib, ibodat qilib, ihson qilib, shu yerlarda xizmat ko'rsatgan ukalarimiz, akalarimizdan umidvor bo'lgan ota avlod, ona avlod, aqrabolariga yetkazib oxiratlarni obod qilsin. Iloho Qur'onni barakotidan bu xonadonlarga o'zining fayz barakotlar ato qilsin. Iloho Parvardigoro, Qur'onni barakotidan Parvardigor bu xonadonlarni ahllarini Parvardigoro xayriyatda, yaxshilikni tepasida jam qilsin. Parvardigoro bu joylarni obod qilgan, bu xizmat qilgan akalarimizga Parvardigoro umr rizqlariga baraka bersin. Avlod zurriyotlaridan Parvardigoro qorilar, olimlar, o'zing rozi bo'ladigan zotlarni chiqarib, dunyo oxirat ko'zlarini quvontirsin. Iloho Parvardigoro qalblarida nima maqsadlari bo'lsa, Parvardigoro shar'iy maqsadlari bo'lsa, o'zing haqqa chiqargin. Yana ko'plab mana shunday xonadonlarga xizmat qilib, o'zingni roziligingni topib, payg'ambarimiz sunnatlarini ahyo qilib, chiroyli hayot kechirib dunyoga tushganlarni o'zing nasib ro'za aylasin. Qiyomat kunida Parvardigoro o'zing va'dangga muvofiq payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yo'llarida u kishi bilan birga bo'lishliklarini, Parvardigoro u kishini jamoatlarida bo'lishliklarini, u kishini yo'llarida bo'lishliklarini o'zing nasib ro'za aylasin. Amin. Iloho Parvardigoro o'tib ketganlari bo'lsa, ulardan umrvor bo'lganlar bo'lsa, Allohim ularni o'zing rahmatingga olgin. Ularga o'zing chiroyli muomala qilgin. Mana shu yerda xizmat qilib, mana shu yerda bosh-bosh bo'lgan hoji buvalar hammalarini ham Parvardigor tanjondan salomat qilgin. Zurriyotlaridan Parvardigor ko'rganda ko'zlar quvonadigan qorilar chiqargin. Olimlarni chiqargin Parvardigor. Payg'ambarimiz sunnatini ahyo qiladigan zotlar chiqargin Parvardigor. Innaka ala kulli shay'in qodir. Va salli ala nabiyyina Muhammad va sallim bi rahmatika ya Hasan bu bir qarab aka shu tumanimiz xalqi nomidan mana Qozog'istondan hojibon borlar, Mehr ko'zda kanallari bor, Islomjon hojibonni obunachilari, Islomjon degan ukamizni hojibon komandasiga, Atamjon degan ukamiz komandasiga, rahmatulloh ag'am shunaqa ishlarni nima qilishardi, rahmatulloh ukamizni komandasiga, Surxondaryoda bir Akmaljon degan ukamiz bor. U ham shu yo'nalishda. O'sha hammalari, komandalar, obunachilarni, ehsonchilarni haqiga shu tumanimiz, Uchko'prik tumanimiz nomidan minnatdorchilik olsanlar voqelik. Safardan kelganlarimiz bor. Hammalari ehsonchilarimiz har bitta shularni haqiga bir oz Umudida o'sha turgan Kelib qo'ysinmi? Aytib qo'yasizmi o'zingiz? Ha? Rustamjon hojibon yaxshi ishadi. Hojibon mana
duo qiladiganlar bir o'zlari aytib bersalar, keyin bitta umumiy duo qilib qo'yamiz. O'z chiqaring ekan. Xo'p, aka, mana shu judayam ko'p hoji akalarimiz, hoji opalarimiz, singillarimiz, ukalarimiz mana shu yerga ehson qilishdi. O'zlari halol rizq umidida boshqa yurtlarda yurishib, bu yerda topganlaridan mana shu xonadonlarga ehson qildi azizlarimiz. Shu kabi mana bu yilga qilinib turgan 7-obyektimiz topshirilishi bo'lyapti. Yana ikkitasi yana bo'lyapti. O'zingiz xabaringiz bor. Bag'dodda yana 60 ta xo'jalikka u yerda ham qilinyapti. Mana shu Abdurahmon kabi mana shu blogerlarimiz kabi juda ham ko'p blogerlarimiz mana shu ishlar bilan xalqni mana shunday yaxshilikka boshlashyapti. Mana shularga bir duo qilsak. Dadajonov Xalqparvar kanali, Atamjon Atamtoy kanali, Rustamjon TV kanali, Mehr ko'zda, Iqro.uz, Akmaljon Surxondaryoda mana shu yigitlarimiz, yana boshqa juda ham ko'plari shu ishlar bilan band, biz bilan aloqa qilib, o'zaro ham fikr bo'lib, bir-birimizga yordam berib turganlarni sanab o'tyapmiz. Mana shu deparani o'zida bu 3-chisi bo'ldi, Hoji bobo. Oqtepada qilindi, undan keyin bu yonida Urganchida qilindi. Mana bu 3-chisi bo'lyapti. Andijondan kelishib, mana shunday qilishib, hozir marg'ilonlik yigitlarimiz Namanganda, yana bitta andijonlik gruppalarimiz Andijonda o'sha Kamprovodda. Alloh rozi bo'lsin. U ikkalasi ham bitish arafasida turibdi. Agar shular ham bitsa, bu yilda 9 ta bitta turgan bo'lardi. Mana shunday 9 ta zarurat bo'lgan xonadonga, yetimlarga uy qilib berilib turgan bo'ladi. Mana shu yigitlarimizning sa'y harakatlari bilan ularni qo'llab turgan mana hoji buvalarimiz, Andijondan kelib mana shu yerda yuribdi hoji akalarimiz, tashkillarda turishib, endi nomlarini aytmaymiz, ularda nimagaki aytmang, Alloh ko'rib turibdi deganlik uchun aytmaymiz. Bu birodarlarimiz umuman juda ko'pchilik mana shu hissasini qo'shishyapti. Hozir ochlik bo'lganimizdan keyin duoda ana shularga alohida qilib, inshaalloh duo qilib berasizlar. Bir duo qilamiz inshaalloh. Qo'qonlik birodarlarimiz bor. Bitta Ilyosxon degan hoji ukamiz bor. Mana shu nechta obyekt qilib turgan bo'lsak, hammasiga mana shu gilamlarini olib beradi. Maşallah. Olib berganda ham hayratda qolg'izadi. Juda ham dinda mahkam ushlagan oilalari bilan, boshqalari bilan qanday deydi, zakotni yaxshisidan beringlar deyilgan. O'shancha eng yaxshisini beraman deydi. Sizga bundayroqdan beravering, bo'laveradi. Desak, mana shunaqangi qalindan keyin berishadi. Alloh rozi bo'lsin. Dadalari bilan yaxshi aloqada edik, domla edi. Ular o'tib ketdi, ayalari bor. Shunaqangi ishlar yaxshi insonlar bilan hamkorlikda bo'lyapti-da bu. Xudo xolasa. Hali endi davlatda turib nima qiladiganlardan duo qilamiz. hozir shuni aytdik-da, chet eldagilarimiz alohida. Yo'q. Yo'q. O'zimiz Sirli hoji buva kelmadimi? Aytmadilaringmi? Allohim. Duo qilish shifo bersang ilohim. Bu yerda yaxshi qo'llab turgan birodarimiz bor edi, mazasi yo'q ekan. Bemorlarga ham hammasiga duo qilib berasiz endi. O'zingiz yuragingizdan chiqartib, Xudo xolasa. Tumanimiz nomidan hammalarga yaxshilab minnatdorchilik bildiramiz. Tumanimizda mana 3 ta shunaqa uylarga oila chiroyli uyli bo'ldi-da mana. Rahmat. Abdurahmon, shunlar, Rustamjonlar, sanab o'tganlar. Sababli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ajrini bersin. Alloh rozi bo'lsin. Bitta boshqarib turgan mana Rustamjon ham bularda maslahat beradigan bo'lar. Bismillah. Qani?
O'sha go'shtlarni Boshlang. boshlasizlar. O'zlaridan. Qani, harakat. Buni olib qo'yib turaylikmi? Yozgan yo'qmi? Endi qorakamni o'zida qolsa bo'ladi. O'g'illarga olib qo'ysa. O'zi kelsa, endi u o'zi kelgani Alloh taoloning rahmatidan. Albatta-da. Orada bu daholarda oldingi proyektlarda oshxona bor, oshxonada birgalikda turardik. Ustachilik ishlarini qilardim, oshxona ishga yuborardik. Endi hozirgi paytga kelib turib, ikkita birlariga zarur holatga tushdik. Men buni boshladim, oshxona o'zimiz Andijonda boshladik. Birinchi ishingiz. Ha, Alloh razı olsun. Davomli bo'lsin, Xudo kuch-quvvat bersin. Shu ishlar qoladi-da. Mana ishlar qolar ekan. Ko'pchilik to'g'ri qilyapmizmikan ham deyish qoladi-da. Ha. Agar shu mazmundagi Qur'on oyatlaridan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni aytgan so'zlardan bo'lsa, shuni bir tasdig'ini aytib bersangiz Abdurahmonjonlarga, nimagaki qilib turgan ishini haqligini bilib yursa doim. Ha, albatta bu ish. Yaxshi ishni, yaxshi amallarni deydi kitoblarda keladi-da. Qilish oson deydi. Qilish oson, chunki Alloh taolo buyurgan ishlarchi shuni qilganingizda ham lazzati bo'lar ekanda, maza qilasizda. To'g'rimi? Mana siz men ham shu ishni qilganman karantin paytida. Yetimlarga bundan savol borsangiz maza qilib yuborasiz-da. Yugurib chiqsa bilasan uni. Uni men hali o'rtog'im aytar edi, buni kayfi bor deb qo'yardi. Kayfi bor, hali o'sha huzuri bor deydi-da. Turolmay qolaman deydi. O'sha charshanba bo'lsa narsalar olib borib o'shalar ko'rib kelmasam turolmay qolaman deydi. O'shanday yaxshi ishlarda o'zi odamga huzur beradi-da. Lekin deydi, o'sha amallarni Xudoni oldiga salomat olib borish qiyin deydi. Dunyoda bitta yaxshi ish qilishingiz bilan, mana yaxshi amal qilishingiz bilan tepasiga bitta sinov kelar ekan. Sinov. Masalan, bitta ishni qilib bo'lganingizdan keyin mana sizlar Alloh yo'lida bir sunnatni tepasida to'planishi va hammalaring ko'pchiliklashib mana bir kishi yordam beryapsiz, bir kishi yozadi sizga. Ey ahmoqlar deydi. Senlar o'zing ko'rsatib telefonda odam yig'ib biznes qilyapsan deb yozadi kimdir. Nima deydi o'shani telefonda tilida? Negativ. Negativ yozganda agar qalbingizda o'sha odamga nisbatan nafrat paydo bo'lsa, farishtalar yozadi. Bu Abdurahmon bu uyni odamlar uchun qilgan ekan deb yozadi. Bildingizmi? O'sha zot odam amal qilishi bilan amaldan keyin sinov keladi-da. Alloh taolo o'sha ish kim uchun bo'lganligini aniq hujjat qilib keyin yozdirib qo'yadi. Agar Alloh taolo uchun qilgan bo'lsangiz, qalbingizda mana shuncha ham siljish paydo bo'lmaydi. Hali negativchini o'qiganingizda. Chunki sizning da'vongiz nima? Payg'ambar alayhisalom bunday qilganlar-da. Bunday qilib o'tirish qanaqa baxt saodat Rasululloh bilan. Mana shunday o'tirasiz-da. Yuzimizga tushib, ko'zimiz mana shunday deganlari-da u mana. Men bilan jannatda bunday bo'ladi degan mana. Ikkala qo'l qanday turibdi? Rasulullohga erkananib o'tirasiz. Opada erkalangandayda. Inshaalloh. O'sha da'vo shu xolos, boshqa narsa yo'q, to'g'rimi? Ya Rasululloh, boshingiz bosib qo'ying, oyog'ingiz bosib qo'ying, maza qilib o'tirasiz. Inshaalloh jannatda. Amin. To'g'rimi? Hammamizni shunga yetkazsin. Shu da'vo. Endi boshqa narsalar kelgan paytda, sinov kelgan paytda hali naqalar sizni xayolingizga ham kelmaydi-da, birovning gapini qizig'i bo'lmaydi. Xudo men uchun qilyapti, men uchun qilyapti deb yozaveradi. Inshaalloh hali xayrlar yig'ilib, Xudoning o'zi e'lon qilib qo'ydi Qur'onda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga
Estağfirullah. Yes'alunaka anil yatama dedi Alloh taolo. Sizdan yetimlar haqida so'raydi odamlar. O'shanda siz ularga aytingki, qul islahul lahum khayr deb ayting. Ularni isloh qilish, ular uchun islohot qilish, ularga yordam berish yaxshilik deb ayting, e'lon qiling dedi. Eng katta yaxshilik bu. Alloh taolo ummata aytayapti. Hamma yaxshilikni o'zining ichiga oladi. Rasululloh alayhisolatu vassalom men bilan birga bo'ladilar. Beva bechorani xizmatida yurgan odam xuddi kechalari bilan qoyim bo'lib, kunduzlari bilan soyim bo'lganda bilan baravardir. Inshaalloh. Xudoning yo'lida yurgan bo'ladi dedilar bu hadislarda. Xudoning yo'lida bosgan qadamingizga bu degani bosasiz, ajr yoziladi, ko'tarasiz, gunohingiz o'chirilib, darajangiz ko'tariladi. Har bitta qadamingizga. Bir anjandan necha qadam? O'sha bo'laveradi inshaalloh. Alloh muborak qilsin. Mana o'sha sizlarda atroflaringga to'plangan, shu tarmoqda to'plangan hamma aka-ukalarni ham Alloh hammalariga Alloh taoloning o'zi ko'ngillarida shar'iy maqsadlarni bersin. Hammalarini ham davolari Rasululloh bilan hali aytganda o'tirishda. Amin. Nazar qilib o'tirishlik. Alloh taolo muborak qilsin. Mana xizmatlarda Alloh o'zi uchun qilingan xizmatlardan qilib yozsin ilohim. Ehson qilganlar mana hozir hojibon zikr qilib o'tdi. O'sha kanallarda yordam qilgan, hamma ko'rib, mana eshitib kelgan hojibolar hammalarini Alloh taolo qiyomat kuni payg'ambarimizni shu dasturxonlarda mana shunaqa o'tirib, yelkalari o'tirishlarini Alloh nasib qilsin. Amin. Rahmat, baraka. Muborak bo'lsin. Rahmat. Alloh qabul qilsin Abdurahmon. Tanishganimizdan xursandmiz siz bilan. Endi kuzatib turamiz, Alloh xolasa shu. Inshaalloh. Shu aytib o'tgan negativ ko'p bo'ladi. Gapirib o'tganda haqiqatda ko'p insonni jahli chiqadi. Bizlarning adminlar bo'ladi, adminlar tezda tushirishadi. Teknikdan chiqarishadi. O'qiladi deb qoladi. Shunaqa. Oxirgacha bilib olaylik. Nima niyati bor, yaxshi tomonga ketib qoladigan insonni. Shunaqa ko'p bo'ldi bizga aytishadi. Juda xursand bo'lib ketdim. Sizlar uchun ham bizni endi ko'zdan ko'rib turamiz sizlarni. Oxiri shunaqa yo'lga o'tib ketganlarni eshitaman. Endi ular sabab sizga bu bir sinov bo'ladi-da. Alloh o'sha paytda adashtirmas. Juda xursand bo'lib ketdim. Bu boshqacha bo'ladi. Bu boshqacha. Oylar, Boshlasınlar. Oraga endi Xudoy bir ranglarni yaratganda, oq, qora qilib yaratganda, besh xil baravar mana keyishi. Unaqa. Endi o'sha qora rang bori ham yaxshida, chunki o'shalar ham kuch-quvvat beradi. Unaqa. Chunki nimagaki oq rangdan ko'ra qora rang ko'proq quvvat beradi. Sebab negativlar bo'lgan yaxshi. inson meni Xudodan so'raydi, shu insonni oldida men yuzimni qora qilma dedi-da. O'sha uchun qora rangni bori ham yaxshi. Bu qora rang bo'lmasa, hamma oq bo'lsa, hayot sizni ham bo'lmaydi. Dunyoning o'zi turgan bitgani sinovda. Payg'ambar alayhisalom hamma odamlar dedilar fitnalangan bo'ladi. Hamma birorta odam ma'sum bo'lmaydi dedilar. Birovni qiyurgan gunohi bo'ladi. Birovni qilib tavba qila olmaydigan gunohi bo'ladi. Chiqib yuraveradi. Lekin dedilar bitta belgisi musulmon odamni iza zukkira zakara dedilar. Eslatsangiz, mana ish noto'g'ri, mana to'g'ri desangiz, "Ha, shunaqamidi" deb darrov qabul qiladi dedilar. O'sha aytganda negativlarni ham shu qabul qilgani haqiqiy musulmonda, mana xato bunday qilyapmiz desangiz, tushunib ber rahmat degani yaxshi odam o'sha. O'zlashganlarni tal yo'lga ham topib qo'yapti. O'zlarini o'zlari davolaveradi. Sizga topib qolasiz. Uni ham boryapti. O'shanday Bunda bittani holi qiladiganlar ham bo'lib qoladi. Ichimizda yechol baravar emasmi? to'g'ri. Baraka o'zida gap gapirdan kech qoladiganlar bo'ladi. Kibrga beriladi. Noto'g'ri. Kibrga beriladi.
hali o'ylama so'ylama gapirib oladiganlar bor, xavfi Kimdir qolar demaydi. keyin endi negativni gapirdik-ku, endi buni sinovi, amalda sinovi faqat negativ bilan kelmaydi. Maqtov bilan ham keladi, Abdurahmon aka. Kimdir kelib turib, "Ya Abdurahmon sizdan zo'r yo'q ekan" deganda tepaga ko'tarilib ham ketib qolmaslik kerak-da. O'sha maqsad haligi o'tirish bo'lib turaverish kerak. Ha, mayli, rahmat, rahmat deb turib bir xilda turaverish kerak. Keyin u maqtaganda ko'tarilib ketsa ham, unda ham insonlar uchun ekan deb yozib qo'yiladi-da. Maqtaganda ko'tarilmash kerak, yomonlaganda tushib ketib, haligi dushman bo'lib ketmaslik kerak-da. Maqsad o'sha Xudoning roziligi bo'lib turaverish kerak. Hech qayerga chalg'imaslik kerak. Amalni o'shancha aytadiki, amalni qilish oson deydi. Qilish oson, Allohning oldiga olib borish. O, siz qilib qo'yib turib 60 ga kirganingizda yo'qotib qo'yishingiz ham mumkin-da. Abdurahmon yoshligingizda boblagansiz, kichkina bahrinda desa, bir ko'tarilib ketib qolsangiz yo'q-da. Ketib qolaveradi, ehtiyot qilib olib borasiz. Mana shunaqa. Alloh rozi bo'lsin, salomat bo'ling. Duo qilaveramizmi endi? Hammalarini bitta duo qilaylik. G'afurja keyin yana. Hoji bor, duo qilaylik. Mayli, keyin maqam. Mayli, qani yaxshi. Endi bitta hammalarni nomidan hamma ehsonchilarni, hamma nimalarni, mana shu sohada yurgan ukalarimiz bor. Haligida sanab o'tdik hammalarini. O'zlari duo qilib beradilar. Siz duoyingizni olamiz deb kelib turibmiz. Duo qilib bersa yaxshi bo'lar. Amin. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Jazakumullohu khayran kaseeran kaseera. Parvardigor, degan ichkanlarimizni ibodatga quvvat qilgin. Amin. Bu xonadonda yozilgan dasturxon, ehsonlar dargohingda qabul qilib, ehson qilganlarni ehsonlarini qabul qilib, undan azob va muzofatan to'ldirgin Parvardigor. Mana shu xonadonda bir yaxshilik, sunnat tepasida jamlandik, ilohi Parvardigor. Qiyomat kunida jannatning dasturxonlarining tepasida Rasulimiz alayhisolatu vassalom bilan birgalikda dasturxonning tepasida jam bo'lishligini ham nasib ro'za aylang. Ilohim bu xonadonda bino bo'lishligida, bu miskinlar, yetimlarda xizmatini qilishlikda jamlangan hamma aka-ukalar Parvardigor ularda ko'ngillaridagi shar'iy maqsadlarni haqqa chiqargin. Qiyomat kunida Rasulimiz alayhisolatu vassalomni dasturxonlarida Parvardigor u zot bilan birgalikda bo'lishliklarini nasib ro'za aylagin. Amin. Ko'ngillaridagi maqsadlarni haqqa chiqargin. O'tganlarni o'zing rahmatingga olgin. Amin. Mana bu tumanimizda mana 3-chisi ekan bu Abdurahmon ukamiz boshchiligida qurilayotgan uylarda Parvardigor shu tumanimiz nomidan, qishlog'imiz nomidan ularga Parvardigor minnatdorchilik bildiramiz. Amin. Alloh o'zing rozi bo'lgin. Ularda Parvardigor kasbkorlariga, umrlariga, rizqlariga baraka bergin. Amin. Iloh Parvardigor zurriyotlaridan qorilar, olimlar, Parvardigor diningga, millatiga xizmat qiladigan o'zlariga o'xshagan solihlar chiqarib ko'zlarini quvontirgin. To qiyomatgacha zurriyotlarni sunnatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga tobe bo'lib chiroyli hayot kechirishlarini nasib ro'za aylang. Amin. Ular bosh bo'lib turgan hoji bola hammalarini ham Parvardigor umrlarini uzoq qilgin. Ko'p yil mana shunday yaxshi ishlarda bosh-qosh bo'lishliklarini o'zing nasib ro'za aylagin. Iloh Parvardigor ojizlik bilan qilgan duolarimizni ijobat qilgin. Bu xonadondagi yetimlarni ham Parvardigor undirib o'stirib, solihlardan qilgin Parvardigor. Innaka ala kulli shay'in qodir. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmat, salomat bo'ling. Abdulaziz tog'am tandir bizni chizib berdi. Juda tekis chiroyli keyin yo'l yo'riqlari bor ekan biz bilmagan. Shularni ham joyiga qo'yib turib
chiroyli qilib qildi ta'minni. Alloh razı olsun. Hamdaslarimiz. Rahmat, rahmat. Juda chiroyli chiqibdi. Bir sifatli bir ko'rgan odam havas qiladigan. Mehr bundan qildikda. Endi qolganlar kamanda hamma bilasiz endi. Ularni hammasini taniysiz endi mendan boshqasi. Acaba şu misafirde yürüyorlarga chiroyli vaqt ketgan. Ularni qoldik. Jahongirjon degan yigitlar juda yaxshi insonlar qildi. Albatta. Buni ham Katta yordam qildi. shahardagilarimiz yaxshi yordam qilishdi. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Duo qilamiz ana shu yigitlarimizni, qizlarimizni haqlariga. Allohim safarul xayr eng yaxshilik oyi deb o'zing nom qo'ygan mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nom qo'ygan ajoyib muboraklik oyini birinchi kunida qo'llarimizni mana duoga ochdik. Duomizni qo'ymagin Allohim. Mana shu saxovat uyiga kim nima niyatlarda ihson qilgan bo'lsa, eng afzallarga yetkazgan. Uzoq safardagilarimizni har birlarini o'zing hifz himoyangda saqla. Qilib turgan ishlariga barokatlar ato qil. Barokatlar bilan xonadonlariga kelib, topganlarini yaxshi kunlarga, yaxshiliklarga sarflamoqni har birlariga Allohim nasib aylagin. Yurtimizda bemorlarimiz bor. Allohim o'zing rahmatingdan shifoy kulliya, shifoy ojizalar ato qil. Qisqa kunlarda sog'ayishib, saflarimizga qaytishib, xonadonlarda xursandchilik bo'lishini Allohim hamma bemorlarimizga o'zing nasib ayla. Mana o'qish umidida yurgan yoshlarimiz bor. Hammalarini niyatlariga yetkaz. Farzand umidida yurgan yoshlarimizga solih solika farzandlar ato qil. Ularning baxt kamollarini ko'rib, duogo'ylari bo'lib, qo'sha qarish yurishlarini hammalariga Allohim nasib aylagin. Yurtimiz mana bu ulug'lari o'zingdan iltijo qilib mana duolarga qo'l ochdik. Allohim noumid qo'ymagin, duolarimizni ijobat aylagin. Mana shu yosh ulug'larimizni yurtimizda duogo'ylari bo'lib yurishlarini har birlariga Allohim o'zing nasib qilgin. Amin. Hoji buva, biz sizni ham duo qilaylik. Biz doim duo qilamiz. Mana ilohim baxtimizga doim sog' salomat yuring. Amin. Doim shu bizga ko'rsatayotgan to'g'ri yo'lingizda bardavom bo'ling. Amin. Bundan ham yuzingiz nurli bo'lsin. Duoga bo'lib uzoq umrlar farzandlaringiz baxtiga sog' salomat yurishni nasib qilsin. Amin. Ko'pchilikni mana to'plab yaxshi fikrlar bilan yaxshi ishlarga tatbiq qilishda bosh qosh bo'lib turibsiz. Bundan ziyodasini qalbingizga Allohim o'zi solsin. Amin. Amin. Barcha qilgan no'may omonlaringizni faqat o'ng tomonga yozilib, qiyomatda o'zingizni boshingizga soyabon bo'lishini nasib qilsin. Amin. Amin. Boringizga shukr hoji buva. Rahmat. Allohim o'zingga bo'lgan muhabbatlarimizni bundan ham ziyoda aylagin. Amin. Bir-birlarimizga bo'lgan muhabbatlarimizni yolg'iz sen uchun bir-birlarimizni sevishimizni Allohim hammalarimizni qalbimizga solib qo'ygin. Amin. Yaxshi kunlarda didorlashdi, yaxshiliklarda uchrashdi hammalarimizga nasib et. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azabannar rahmatika ya Allohu akbar. Rahmat hoji buva. Rahmat hammalaringga, rahmat, salomat bo'linglar. Eskirog'ini beraverasiz. Xo'p, yigitlar, yaxshiliklarda uchrashaylik. Rahmat. Tomonlarga ham o'tinglar, osh qilib beramiz. Xudo xolasa. Rahmat hoji buva. Alloh razı olsun. Mikrofon tashlab ketaylik. Ye, mikrofonni. Gapirib ketsanglar biz eshitib turaverganlik. Alloh razı olsun. Xayrlashmaymiz, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Rahmat hoji buva. Sog' bo'ling. Qadrdonlar, hammanglarni boringlarga behisob shukrlar bo'lsin. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda uddaladik. Inshaalloh. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Shunday finalni kutdim. Ko'nglimdagidek undan ziyoda bo'ldi. Yana ozgina rejalar bor. Xudo xolasa shu ham niyatimizda o'ylab turganimizdek bo'lsin. Inshaalloh undan ham ziyoda bo'lsin.
kuzatib turinglar. Qolgani davomida. Sizdan Salorim deb so'radimi? yil bu o'dim. So'radim. Yanni oy chiqdi. Villamiz xudo olasa topishdi. Qancha odamlar nima yozdi. Allohga ming qatlar shukrlar aytamiz. Shu odamlardan. Hammani yaxshilik biz intilyapmiz. Hech yo'qmaligida intilmaymiz. Azizlarim, xizmat qilib oxirida budim yaxshilik kunida juma kun villasi topishamiz, xudo olasa. Azizlarim, laklarda bosib qo'llanglar azizlarim. Ana nimamizda lak bosib qo'llanglar azizlarim. Qancha bo'ldi qo'llanglar. Biz yaxshilik uchun o'rnida qo'yib ishlatamiz. Yanni oy chiqdi azizlarim. Budim yanni oyda nimalari bor. Budim juma kunida to'g'rilan qilchamizda villasi budim. Inshaalloh. Qani siz ham Jigar akam boriga shukur, qadrdonlar. Hozir vaqt masalasida bo'ldi. Juda ko'p Jigar akam duo qildirsak bo'lardi hozir o'tirgan davramizda. Chunki oxirigacha men birgaman, turaman dedi. Turdim mana. Alloh rozi bo'lsin Jigar akam. Jigar akamning lafzi halolligini bilaman. Xudo xolasa mana doim lafzidan yana o'zidan adashtirmadi. Lafzida turdi inshaalloh. Boriga shukur. Jigar aka, Alloh rozi bo'lsin qilgan mehnatlaringizdan. bizda lubu nimada aytavringlar. Inshaalloh. Biz Hasanjonda birga borib, uchib, ertan ishimizni bajarib, xudo olasa. Qayerda bo'lsa? Biz men bitta gapda nima bo'ldim, Allohga shukrlar aytaman men. Inshaalloh. Menda Hamid akamning uyida maqtanlar yozildi katta ochig'i. Otasida rahmat, u bu duojonolar, katta duojonolar maqtadi haqiqatan. Men yomon bola bo'ldim, katta ochig'i. Yomonligim yo'q bo'lib ketdi azizlarim. O'shanda men Allohga ming shukrlar aytaman. Allohga ming shukrlar aytaman azizlarim. Men yomon bola izzatli, hurmatli bo'lib qoldim azizlarim. O'shanda men ming qatlar shukrlar azizlarim. Men hech adashmayman ham, shuni aytaman. Xudo oladi. Kim yetimlar uchun men sollos bo'lib xudo olasi xizmatingizda biz sollos bo'lib biz nima qilamiz? Sizlar bajaramiz, biz xizmatda biz. El yurtda nimasidan. Inshaalloh. Jigar aka, boringizga shukur. Keling bitta barg'ini bosib ber. Biz xudo olasi udalatamiz. Udaladik inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Rustamjon hoji buvamiga duo qilayotganda juda to'lqinlanib ketdim. Ko'p adashib qolsak, bir sal bir haligindaqa qiynalib qolgan joyimiz bo'lsak, darrov keladi, yordam beradi, yo'l yo'radi ko'rsatadi. O'zida bori to'g'ri narsani bizga tatbiq qilishga harakat qiladi. Alloh rozi bo'lsin. Rustamjon hoji buvamga o'xshagan insonlar ko'paysin. Mana Qorakam aytib o'tgandek, unga Rustamjon akam Qorakamga qo'shimcha qilib, shu Abdurahmonlar ham bilsin, biz noto'g'ri yo'lda emasmizmikin degan qalbida gumon bo'lib qolmasin deb turib Rustamjon hoji bobo aytib o'tib ketdi. Inshaalloh biz juda yaxshi yo'lda ekanmiz qadrdonlar. Shu yaxshi yo'lda to'g'ri ushab, Qorakam aytgandek Allohga qilayotgan amalimizni chiroyli tarzda olib boradigan insonlardan, bandalardan bo'lishni nasib qilsin qadrdonlar. Qorakam juda to'g'ri yo'lni bizga ko'rsatdi. Inshaalloh shu yo'ldan adashtirmasin. Bugungi bo'lgan suhbatimiz bu ehson tariqasida va chiroyli bir hadmi sifatida o'tilgan bu finalimiz meni dilimni shunchalik yaratdiki, suhbatdan bo'lib o'tgan bu chiroyli dasturxonimizdan o'tirgan davramizdan chin dilimdan Allohdan behisob roziman. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Shu kunga yetkazganiga shukur. Qadrdonlar, sizlarga hammalaringlarga chin qalbimdan minnatdorchiligimni bildiraman. Shunday yaxshi ishlarda biz bilan yelka bo'lib turganinglar uchun hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin qadrdonlar. Biz setda biz azizlarimiz lakkatda bosib qo'llanglar azizlarim. Biz yaxshilik uchun ehson azizlarim. Kuzatib turinglar. Endi inshaalloh uyda sohibalari va
sohibidan bir chiroyli duo olamiz. Uylarini qabul qilib olishini so'raymiz va nasib bo'lsa bugun, bo'lmasam ertaga Andijonga qaytamiz. Xudo xolasa. Kuzatib turinglar. Enamni nimasi? Yana undan ham xursand bo'lib, o'z ichimga sig'may ketyapman. Undan uzoq bo'lsin, iloyingiz bilan bo'lsin. Hamisha shunaqa elda oldida sog' salomat yurishlarini Allohdan so'rayman. Undan uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin, 100 yoshlarga kiraman. Rahmat onajon. Har doim shunaqa xursandchilikda, yaxshilik kunlarda mana shu yerda mehnat qilganlarni ham, nima qilib kelganlarni ham tan joni sog' bo'lsin. Men rosa xursandman. O'zimdan o'zim hali qilib, yaxshi otam yo'q, enam yo'q. Shu bolalar bor ekan, mana bolalarimni o'ng'aldiga. Mana xudo xolasa chiroyli bo'lib bitdi mana. Xursandman duo qilib turibman. Qo'llar dard ko'rmasa iloyim, umrlar uzoq bo'lsin, rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Hamisha to'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat qilib, o'ynab kulib yurishlarini Allohdan so'rayman. Rahmat onajon. Umrlaringga, rizqlaringga huzur-bilan barakat bersin. Sizlar bizni yo'qlab ketdi, sizlarni Xudo yo'qlasin. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Hamisha xursandchilik, yaxshilik kunlarda yuraylik ilohim. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Alloh. Rahmat onajon. Qullab bo'lsin. Qullab bo'lsin. Qullab bo'lsin. Rahmat. Sizlarga nasib qarindosh bo'lib qoldik, mana to'qqizaga kelasizlar, xudo xolasa. Inshaalloh. Xursand bo'lib o'tiribman. Bolalaringga shukr. Obunachilarimga ham rahmat. Ehson qilganlarga ham rahmat. Shayda xizmat qilganlarga ham rahmat. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Kirasida qizim salomat qo'ygan, nomini tabriklab qo'yaman. Bolalaring orzu havaslarini ko'ringlar. Inshaalloh, Xudo xolasa. Ukam mehnatlarga rozi bo'linglar iloyim. Bolalaringga orzu havaslarini ko'ringlar. Yaxshi kunlarda uchrashaylik iloyim. Inshaalloh. Mehr-oqibatlar zulmasin. Ehson akalarimizga ham, opalarimizga ham, amakilarimizga ham, ularga ham katta rahmat. Bizlardan orttirib bizga shunchalik ihson qildi. Rosa xursandman. Men bu uyimda qanaqa qilib o'ng'irib olaman deb o'ylardim. Mana Xudo yetkazdi. Xursand bo'lib o'tiribman. Allohga oson ota, Allohga oson. Alloh nazar tushgan joylar ekan mana. O'rtasini qo'ydi mana. Rahmat hammalarga. Hamma to'qsa, kelinam etib qo'y. Mana shu insonni sababsiz jo'natgan Allohlar. Shu g'oyibidan keldi. O'zimiz ham bilmadik to'g'risi. Hammalarga rahmat. Qancha rahmat aytsam ham kam sizlarga. Nima deytiradi? Juma kuni Juma kuni topshirilganda nima deytiradi? Juma kuni Yana bir tomonini e'tiborga olmagan ekanmiz-da hoji aka. Juma nima bilan oy. Safar oyimizni birinchi kuni ekan bugun. Bugun safar oyining birinchi kuni ekan. Ham juma kunga to'g'ri keldi, ham juma kuni ham villamizni topshiradigan kunimizga to'g'ri keldi. Bu g'oyibidan qalbimizga Xudoning o'zi soldi bu narsalarni. Bu bejiz emas, behikmat narsalar. Inshaalloh bundan keyin ham shunaqa xursandchilik, kunlar to'g'ri kelayotganda shunaqa bir chiroyli bo'lib to'g'ri kelsin. Hamma kunlar yaxshi kunlarga to'g'ri kelsin. Xursandchilik kunlaringlar. Qurbon opa, biz mindan-min rozimiz opa deydi. Qilgan mehnatimizdan mindan-min rozi. Chunki biz Allohning yo'lida qildik bu ishni. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsa, kechirasizlar. Olma bu bora olma. Yashang onajonim. Onalarda qadami jannatda boshlab boqaradi odamlar. Xizmatlarni qilib yuringlar iloyim. Inshaalloh. Rahmat. Endi Qurbon opa rahmat. Shunchalik hozir o'tirib mazza qilib, suhbat qilib bo'lgan ishlardan gaplashib o'tirgan yerimizga duo qilamiz deb kelibsizlar hojona. Alloh rozi bo'lsin sizlardan.
juda xursand bo'ldik. Mingdan ming rahmatlar sizlarga. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Endi rahmat. Hojilarga bormagan bo'lsalar, hojilarga boringlar. Mikrofonni ber. Amin. Sog' salomat yuraylik. To'ylar qilsak, to'ylarimizni ko'rishda o'tirib xizmatda o'ynab turib ketaveramiz. Allohu akbar. Rahmat, birlaringga shukr. Endi az bo'lsa ham O'tib turaversin. To'xtab turing, yo'q, o'chirmay turaverasiz ekan. az bo'lsa ham bundek ko'rasiz. Bu kimga bu? Sizga ko'rsa ham. Bu qo'yavermabsizlarda bu narsalarni. Rahmat. Sizga rahmat. Bolalarga Joy namoz ekan-a? duo qiling. Bu Jumaguldalik gapiradigan joy namozi qiynab yuboradi. Bu gapirmaydimi hech kim? Yo'q, yo'q. Gapiradigan kelsa olib beraman men. Rahmat. Ziyor aka. Uyda odamlarda shunoq mazin. Bu olsang, odam semiraverasana, mazarlasana. Yengilab olaverasana. Yo'q bu. Ziyor aka, endi shom o'tib ketib qolyapti. Kamerani aka siz oling. Nimalar ketyapti ekan. Shomdan keyin ko'rmaysizlarmi yo'lga? Xo'p. Qadrdonlar, mana Tursunar akam hozir tashqarida edi. Hozir gaplarda aytib o'tganimda Nasriddin akam mana bugun ham Nasriddin akam ertalab kelgan, kechgacha mana qancha ishimiz bo'lsa birgalikda yelkama-yelka turib, Tursunar akam har doim telefon qilib, "Uzr Abdurahmon, bora olmayapmiz, Hoji aka" deb qo'yadi. Endi Allohning o'zi yetkizsin Hoji akalikka ham. Telefon qilib hol ahvol so'rab turadi, lekin allaqancha ishlarni qilib ketdi. Mana Nasriddin akam haqqiga chiroyli qilib duo qilasizlar qadrdonlar. Alloh rozi bo'lsin. Mana Nasriddin akamni, Tursunar akamni ham sizlarga aytadigan gaplari bor. Nasriddin aka, mikrofon sizda. Assalomu alaykum. Dadajon TV telekanalining obunachilari. Hammalaringga katta rahmat. Mana ehsonlarga. Uzoq yurtlarda turganlar. Mana Abdurahmon shunchalik boshchiligida mana shu Jumagul villasini mana bugun oxirgi topshirish haligisi bo'ldi. Rahmat shunchalik. Bunaqa ishlarni ko'plarini davom ettirib yurishlarini so'rab qolamiz Allohdan. Hammalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar. Rahmat Nasriddin aka, boringizga shukr. Rahmat. Tursunar akam ham juda ko'p gaplarni aytmoqchi edi. Juda ko'p ishlarni va'da qilib olib qo'ygan ekan Tursunar akam. Shuning uchun ko'p bo'la olmay qoldi dedi. Assalomu alaykum Hoji akamni obunachilari, hammalaringga rahmat. Shunchalik mana qo'llab-quvvatlayapsizlar. Mana Xudo xolasa Hoji akamning birinchi obyektini mana Xudo xolasa bugun topshirish marosimida turibmiz hammamiz. Xudo xolasa bundan keyin ham boshqa obyektlarni qilib topshiring. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Hamma tashqarida yurgan obunachilarga ham hammalari esalomon uylariga kelib olasin, chetda yurganlar, mana shu yerda ehson qilganlarni ham hammasini umri uzoq bo'lsin, iloyim, oilasiga bosh bo'lsin hammalari. Keyin qo'yingki, hamma obunachilarga hammasiga rahmat aytamiz. Mana shunchalik ular yordamida uylarni esalomon topshirib olyapmiz bugungi kunda. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oilalaringga bosh bo'linglar hammalari. Tursunar aka, bizni yaqindan biladigan obunachilarimiz buni hamma yo'lda sezib turishdi, chunki aytib ham kelyapman. Sizga, Nasriddin akamga, Hasanboy akam, Jigar akam, Ummatal akam, Masherga mana Hoji akam, O'tkir akam, Hoji akam qancha hissiylar tegdi. Sizlarni usta sifatida chaqirganman. Aynan O'rinboy akam bilan sizni Jigar akamni, Jigar akamni ular desam noto'g'ri bo'ladi. Jigar akam ikki tomonlama. Usta ham meni sherigim desa ham bo'laveradi, Jigar akam. Chunki men siz bilan birga qilamiz bu ishni deganda, bu degani sherik degani inshaalloh. Mana mablag' ajrata olmay qoldik Tursunar aka. Bir og'iz ham nima qilmadinglar. Mingdan ming rahmat. Hali ham mana finalni topshiryapman, xursand bo'lyapsiz. Topshirganingizdan xursandman. Topshirib oling deb turib qayta aytdingiz.
Inshaalloh aka bilaman siz ishlarni tashlab turib kelgansiz, xudo xolasa. Bu yog'ini ham to'g'rilaymiz, xudo xolasa inshaalloh. Rahmat. Lekin shunchalik turib, hali tirikchilikni ham to'xtatib qo'yib turib, shu uyga Abdurahmonni qo'llaymiz. Shu yordam berib, shu ishdan o'tib ketishiga biz yordam qilamiz deb turib, yonimda haqiqatda turib berdi. Tursunob akam, O'rinboy akam, Hasanboy akam, Jigar akamni nima aytmasam ham bo'laveradi. Undan tashqari O'tkir akam, Hoji akamlar kelib mana qancha ishlarimizga yordam berdi. Ummatal akam duo qilib taslar qadrdonlar. Shu yerda aytib o'tib ketishim kerak. Oqtepaga respekt qadrdonlar. Oqtepaga respekt. Yana qayta aytmasam bo'lmaydi. Urganchiga respekt. Sizlar qayrada. Hakim to'raga respekt. Nimani pochchani nomidan butun hakim to'raga respekt. Alloh rozi bo'lsin. Juda xursand bo'ldik, zo'r bo'ldi. Kutilganimizdan ham chiroyli final bo'ldi, Nasriddin aka. Tursunob aka. Shunaqa bo'ldi. Xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. Qadrdonlar, duo qilinglar, kuzatib turinglar. Bizda hozir ozgina ishimiz qolgan, ulgurmay qolgan ishimiz bor. Biz ishni tashlab ketish ko'nglimizga sig'maydi. Shuning uchun kech bo'lsa ham mana svetlarimiz bor. Ishlarimizni yakunlab turib, kechasi mana shu yerda suhbat qilib bo'lsa ham tugatib olamiz. Keyin kechki salqinda mashina yo'q paytda Andijonga qarab yo'lga chiqishni reja qilib turibmiz. Qadrdonlar kuzatib turinglar. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammalaringga. Rahmat Tursunob aka. Assalomu alaykum qadrdonlar, yana bir bor mana bugun komandamiz bilan o'zimiz qoldik mana endi inshaalloh. Esalomon tugatib oldik. Mana Hojibon bugungi final kunimizni yakuniga inshaalloh chiroyli qilib duo qilib bersa, aytiladigan gaplar bo'lsa Hojibon o'zi. Assalomu alaykum ukami qadrdon obunachilari, mana ulug' ayon kuni mana bugun juma kunlikda mana shu jannat makon proyektimizni o'z egalariga topshirdik. Mana ukalarimiz Jigar, mana Ummatali, Hasanboy, Abdurahmon, mana Hoji O'tkirbek ukamiz, barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana qo'lidan kelgancha barchalari shu proyektga qo'lidan kelgancha yordam qildi. Qolaversa mana xayr ehsonchilar mana shu proyektga ozmi ko'pmi juda ko'pchilik qo'llab-quvvatladi. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana admin qizlarimiz bor. Bular ham mana Abdurahmonga juda katta yordam qildi. Kartalarda tashab, odam obunachilarni jalb qilib juda katta yordam qildi. Bulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Endi eson-omon mana topshirib oldik. Allohim kelasi shunaqa jannat makon uylarda yana ko'rishguncha barchalaringizdan Allohga sabr qanoat, yana sihat salomatlikda bir-birimiz bilan ko'rishlikni Alloh nasib qilsin Parvardigor. O'tganlarimizni barchalarimizni Alloh rahmat qilib duo qilaylik. O'tganlarimizni barchalarini Alloh rahmat qilsin. Musofirda yurgan ukalarimiz, akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz bor mana. Allohim nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, xayr ehson qilgan bo'lsa mashxonadonga. Barchalaringizdan Allohim o'zi rozi bo'lsin. Ikkala dunyo saodatiga yetkazsin. Qilgan ehsonlaringizni ota-onanglar o'tib ketgan bo'lsa, boshiga soyabon bo'lib, yotgan qabrlarini jannat bog'chalaridan qilib, shu ehsonlarni savob amallarini o'ng tomoniga yozsin Parvardigor. Hayot bo'lsa umrlarini uzoq, rizqlarini ulug' qilgin Parvardigor. Barchalarini shunaqa mahnaqa uylarda qilishlikni kelib o'zimizni O'zbekistonda chiroyli mashinalar olib, haqiqalar, to'ylar qilishlikni barchalariga nasib ro'zi aylasin Parvardigor. Hammalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Jannatlarda ham birla payg'ambarimizdagi qo'shni bo'lib, jannatlarda ham pidrasi jannatlarda ham Kavsar suvlarini payg'ambarimizning qo'llarida ichishlikni barchamizga nasib ro'zi aylasin. Allohu akbar. Rahmat sizga ham Hoji bola. Mana juda ko'pchilik duo qilib turdingiz. Rahmat. Oxirigacha turib berdingiz. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin sizga. Alloh rozi bo'lsin barchalardan. Qadrdonlar, mana Hojibon o'rtada ozgina bo'la olmay qolgan bilan
telefonda tinimsiz nima bo'lyapti, mas'uliyatni ko'pini o'ziga oldi desa ham bo'laveradi. Xudoga behisob shukr, mana bosh qosh bo'lib turgani uchun duo qilib, bizga maslahat berib turgani uchun avvalo Alloh shu xonadonni mana hammamiz birgalikda jamoa bilan Xudo xolasa eson-omon duolaringlar sabab mana topshirib oldik inshaalloh. Shu kunga yetkizdan hoji buva. İnşallah. Allohga beg'azab shukrlar bo'lsin. Ha, gaplashib oldik. Yana inshaalloh manaqa yaxshi manaqa prezidentlarni ko'rishguncha barchalaringlardan Alloh rozi bo'lsin. Chiroyli manaqa aka-uka bo'lib, chiroyli bir-birimizni tushunadigan inshaalloh qatorida qo'ysin barchalarimizni. Amin. Rahmat. Ha, vaziyatda sizda ham rahmat. O'sha yoqda hammamiz bir-birimizga rahmat aytyapmiz. Obunachilar, birinchi o'rinda sizlarga rahmat. Qo'llab-quvvatlab turgan barcha shu obunachilarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nimaiki niyatlaring bo'lsa, orzu-havaslaring bo'lsa, Allohim o'zi yetkazsin. Hech qachon kam ko'rmanglar. Rizqlaring ulug' bo'lsin. Rahmat hammalarga. Hammalaringizga. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Rahmat qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudoga behisob shukr mana tugatdik, inshaalloh topshirdik. Oxirgi ishlarimizni ham mana va'dasilik turbalarimizni ham o'rnatib, hech qanaqa ishni qoldirmadik, Xudo xolasa. Endi ko'ngil to'q bo'lsa ham bo'laveradi, matalak. Inshaalloh avvalambor mana shu oqibatimizga ko'z tegmasin. Inshaalloh. Qadrdonlar mana davomiy bo'lsin, bu oxiri ham birinchisi ham bo'lmasin inshaalloh. Inshaalloh. Abdurahmon kuch-quvvat bersin. Hoji otam ilohim to'ylar qiling, xizmatlar qilaylik bor. Inshaalloh. Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Duolaringiz bilan mana Xudo xolasa yorug' yuz bilan topshirib oldik Abdurahmon. Alloh rozi bo'lsin. Hali qorilarda duo qilganlarni obunachilar ko'rsa, o'rasa xursand bo'ladi. Juda chiroyli duolar. O'rnida Hoji ona, hoji dadalar Hoji duo qilishdi. kelgan qori ham yig'lavardi-yu. Ko'rib turib. Yaxshi domladim. O'zim katta qor ekan. Bilsam hoji boy ham yig'lavardi, qor ekan ham yig'lavardi. Qor akani mana bu yerda o'tirib duo qilishganini, gaplashganimizni ko'rsalar o'zlaring sezasizlar-da. Bey kelganida shunaqa xursand bo'lib, ichidan qandaydir men ko'rib ko'zga yosh oldim-da. Shunaqa mazza qilib kelganing mingdan ming rozi-da. Sizlardan boshqa arziman deb ketdi-yu. Raza iltimos qildi, uyga yuringlar, mehmon qilaman bir kunga sizlarni. Alloh rozi bo'lsin Qor akadan ham juda zo'r suhbat qilib ketdi. Inshaalloh hali esda qoladigan, yodda qoladigan juda suhbat bo'ldi. Ma'noli, mazmunli, barakali final bo'ldi desak ham bo'laveradi. Zo'r bo'ldi. Allohim yetkazganini qarang. Qisqa va mazmunli bo'ldi-da. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Qor aka rahmat sizga ham, Alloh rozi bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi nima qilamiz endi? Baland bo'lsin. Keyingi sharitda izlang topamiz. Proyektlarimiz bor. Keyingi proyektni ko'rishguncha deymiz endi. Albatta. Jamoa bo'lib to'planib, Xudo xolasa inshaalloh. Qanday bir jamoa bo'laylikchi bo'lsa, keyingi hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Laylarni bosib, ukalarni bosib. Biz o'taladi. Biz o'taladi inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat. Rahmat sizlarga, qo'llab-quvvatlaganlaring uchun. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Salomatmisizlar? Allohga behisob shukrlar. Mana inshaalloh kecha juma kunimizda, muborak kunda, safar oyining 1-kunida Allohning rahmati bilan, inoyati bilan, marhamati bilan bu chiroyli bu Jumagulxon villamizni xonadon sohib va sohibalariga yorug' yuz bilan, sizlarning duolaringlar bilan, ko'pchilikning himmati, inoyatlari bilan inshaalloh topshirib oldik. Allohga behisob hamd va sanolar bo'lsin. Mana qadrdonlarimiz Ibrohimjon hoji buvam, Jigar akam, shu xonadonni sohibjon Hasanboy akam bilan birgalikda
inshaalloh mana eng yakun videomizda sizlarga minnatdorchiliklarimizni bildirib videoni yakunini yasashga turibmiz inshaalloh. Hoji buva. Assalomu alaykum qadrdonlar. Yaxshi yuribsizlarmi? Omonmisizlar? Sog'misizlar? Tinch omonmisizlar? Qadrdonlar, qisqagina, lo'ndagina qilib hammalaringga ming rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun. Mana sizlarni hissalaring bilan, sizlarning yordamlaring bilan mana Jumagul villamiz bir chiroyli bo'lib qad ko'tardi. Mana kecha Abdurahmonjon bilan birgalikda Cho'q villani egalariga xursandchilik bilan topshirdik. Iloyim shu xonadonda mana shu Musobeklar yayrab, yashnab yursin. Duoda bo'linglar. Biz sizlar bilan har doim duodamiz. Rahmat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Meni biz ancha bo'lsam biz checha Allohga shukr. Keyin adam yana oyam yuzlarimizda yorug' edi haqiqatan yana oy haqiqatan bizda baxt akshidan baxtladi deb xudo xolasa juma kun villasida o'z nimasida o'zida odamlarida topsib qo'ydi. Allohga shukr hammalaringizda 5 ming 10 ming so'mni qo'llab kelganlarda biz hammamiz ta'zimda biz. Rahmat. Qadrdonlar, mana Hasanboy akamga mikrofonni berishdan oldin ikki og'iz gapirib ketishim kerak bo'lgan gaplar bor. Bu xonadonga hissasini qo'shganlar juda ko'pini ayta olmay qolganlarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana kuni kecha juda ko'p yodimdan ko'tarilib qolyapti Hoji buva. Ayniqsa mana siz boshchiligingizda, G'ulomjon hoji buvam, Rustamjon hoji buvam boshchiligida bo'ldi-da bu ishlar. Yana juda ko'p hoji buvamlar, Sirli hoji akamizni endi mana videoda oxirida bo'lsa ham aytib boraman, ishni boshida mablag'lar bilan hissasini qo'shishni boshlagan. Jahongir akam aytiladigan juda ko'p videolarda tinimsiz aytilyapti, lekin esdan chiqib qolganlarini aytib o'tib ketishim kerak. G'ulomjon hoji buvam ozgina betob bo'lib uydan qaytib kelgan paytda hoji onamlardan nomidan ehson berishib yuborgan ekan. Ularni videoda aytib o'ta olganim yo'q. Ming bor uzr so'rayman. 120 ming so'm ehson bilan hoji onamlar o'zining xizmatini berishib yuborishdi. Ularni oldik. Shular aytishdi esdan chiqibdi. Juda ko'pchilikni bergan ehsonlarini aytib ketdik, lekin ba'zilari yodimizdan ko'tarilib qoldi. Ilyosjon akam mana fasadga trevetting, kafelnikli shunga o'xshagan narsalarimiz nimaiki kerak bo'lsa, fisabililloh sovg'a qildi mana shu uchun. Alloh rozi bo'lsin. Ilyosjon akani ham xizmatini esdan chiqaradigan emas. Ilyosjon aka yana hoji akamiz bor. Hoji buvam hamma proyektlarga gilamlarini olib boryapti. Mana rosa chiroyli gilamlarini hammasiga yetadigan qilib soldi. Alloh rozi bo'lsin. Karimjon hoji buvam keldi, mana derazaga deb niyat qilib keldim deb turib, lampaga ehson hissasini qo'shib ketdi. Yaypandan. Alloh rozi bo'lsin. Videolarda aytib o'tganmiz, bularning hammasini Sirli hoji akam mana boshidagi betonlarimizga sement metsolarni to'ktirib berdi. Alloh rozi bo'lsin. Sirli hoji akamizdan ham umrlari ziyoda bo'lsin. Bemorchiliklarga Allohning o'zi g'oyibidan shifo berib, qanday qayerdan kelganiga o'zi ham hayron bo'lib, oddiy bo'lib ketsin inshaalloh. Men yana mana hozir ham mana yodimizga kelmay turganlari bordir balkim. Ayniqsa ustalar mana Tursunal akam, O'rinboy akam, Nasriddin akam, Oqtepadagi butun O'tkir akam, Ummatal akam, qolaversa siz boshchiligingizda hoji buva. Vohidjon akam mana kela olmadi kechagi nimamizga. Svarshik bo'ladi. Svarshik G'olibjon akam mana Jigar akam mana o'zi shu yerda turibdi boshidan oxirigacha mana. Yana kimlar qolyapti sanamagan? Oqtepadan Iqboljon hoji akam, Iqboljon akamning shogirdlari mana Alloh rozi bo'lsin. Mana shu fasad trevetini shunday o'zlari qo'ldan chiqarib berib ketishdi. Ayniqsa mana fasadga bergan mana har safar beryapti. Oq villamizga berdi mana. Jumagulxon villamizga ham berdi. Shunday go'zal. Bu juda narxi baland turar ekan bu tiyagalarimizni. Shunday chiroyli tiyagalar bilan ta'minlab kelyapti hoji aka. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Shunaqa uyga shunday bir go'zal Allohning yo'lida payg'ambarimizni
sallallohu alayhi vasallamni eng suygan ishlaridan bo'lgan bu ulug' ishlarga hissasini qo'shgan jamiki insonlardan va shularning qatorida shu turgan bizni jamoamiz hozir ko'pchiligimiz yo'qmiz. Videoda yakunida hammamiz bir turib yana bir boshqatdan bir video qilmoqchi edik. Endi nasiba o'zi bu. Hammalaridan Alloh bizlarga shunday marhamatni ko'rsatgan Allohga hamd bo'lsin avvalo. Shunday baxtga hammamizni nasib ro'za aylasin inshaalloh. Qadrdonlar, hammanglarga ming rahmat. Endi mana Hasanboy akamga so'z navbatini beramiz. Undan keyin Muso Bekni bir chiroyli duosini, rahmatini eshitganimizdan keyin videoga yakun yasaymiz. Hasanboy aka, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum qadrdonlar. Barcha mana shu uyga hissasini qo'shgan, duoga bo'lib turgan hoji-ona, hoji-ota, opa-singillar, aka-ukalar, borlaringga shukr. Shunchalik mana Abdurahmon sababli mana shu shaytlarda yurib, biz ham mana savob yo'llariga inshaalloh hoji buva. Rahmat shunchalik. Alloh rozi bo'lsin. Alloh hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Rahmat. Topganlaring pullariga yaxshi kunlarga ishlatinglar inshaalloh. Amin. Rahmat. Rahmat Hasanboy aka, boringizga shukr. Alloh rozi bo'lsin aka. Ani Muso Bekka mikrofonni bersak, Muso Bekni Dil so'zlarini eshitib. Assalomu alaykum hammalarga. Yaxshimisizlar, tuzingizlar obunachilar. Mana bizga shuncha yordam qildilar. Qo'lingdan kelgancha harakat qilib mana shuncha ishlarni bitirdik. Abdurahmon akam, Jigar akam, hoji buvamlar, Hasanboy akamlar, obunachilar bizga yarasa ehson qilishdi qo'ldan kelgancha. Chetdan turib, yaqin oradan turib shuncha odam kelib mana hashar qilib yordam berdi. Hammalarga katta rahmat aytaman. Topganlarga baraka bersin, pullaringga baraka bersin. Ilohim ishlaringni rivojini bersin. Hammalarga rahmat aytaman. Mana shuncha narsalar bo'ldi mana. Sizlar bo'lmaganingda nima bo'lardi mana? Sizlar hammasini qilib berdilar. Sizlarga kattagon rahmat. Amin. Obunachilar. Rahmat Muso Bek aka, boringizga shukr sizga ham. Sizga ham rahmat Abdurahmon aka. Muso Bek aka, ukamizdek bo'ldingiz. Hali Muso Bek juda yosh, 17 ga endi qadam qo'ydi. Bundan oldin mehnatlar ham qildi, qo'lidan kelgancha shu oilasi uchun tirishtirmashib yuribdi. Juda bir ko'ngli toza bola. Ilohim bundan bu yog'iga qiyinchilik ko'rmasin. Inshaalloh faqat siz uchun uka yaxshi niyatdamiz. Muso Bek, bizni qilgan mehnatlarimizdan rozi bo'ling uka. Sizlar ham rozi bo'linglar. Ilohim shu uyda unib o'sib, chiroyli baxtlar bilan maza qilib yashash nasib qilsin uka. Xudo xolasa sizga yana bir yangiliklar bo'lyapti. Bo'lib qolsa uni ham alohida hozir aytib o'tdim videodan. Bu ham bo'lib qolsa yana ham yaxshi inshaalloh. Qiynalmasdan maktabdan bo'sh paytingizda oilaga yordam qilib, Xudo xolasa inshaalloh. Onangizni, singlingizni baxtiga salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling uka. Sizdan umidimiz katta xullas. Xudo xolasa aka. Shu chiroyli xonadonni avvalo Alloh sizga berdi uka bu narsa. Bu ishlarni, bu narsalar Alloh inoyat qilmasa, bandalar biz hammamiz sababchimiz. Alloh bergan ne'mat, sog'lik, salomatligimiz, kuchimiz, quvvatimiz bilan, mehnatimiz bilan, Alloh bergan bizga hunarimiz bilan, kimimizdir Xudoyim bergan daromadimiz bilan, kimimizdir duoyimiz bilan, kimimizdir yana chin qalbimiz bilan, hammasi Alloh bergan ne'matlar bilan biz sizga ulashdik. Allohning inoyati bilan bu ham. Inshaalloh uka, endi yana biz siz uchun, o'zimiz uchun ham duodamiz. Sizga shu xonadon, onangiz, singiz omonat uka. Rahmat. Boringizga shukr. Muso Bek, rahmat. Qadrdonlar, alhamdulillahi robbil alamin, yetkazgan kuningga behisob shukrlar bo'lsin Robbim. Hammanglarga behisob rahmatlar, minnatdorchiliklarimizni Dadajonov TV xalqparvar kanali nomidan, sizlarni ham nominglardan desam ham bo'laveradi. Chunki bu kanal hammamizniki. Ming-minglar rahmat bo'lsin. Alloh shu kunga yetkazganiga shukr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.